İnsanlar uzun yıl qalin o'rmonliq va jangalliqlarda o'ltiraqlashib, buk-baraqsan daraxtlarning soyasida panohlanib, zemin yuzidagi giyohlardan yeb, tog' bayovallar orasida sargardon bo'lib hayot kechirib bo'lgandan keyin madaniy hayotga qadam qo'ydi. Madaniy hayotning tunji qadami jamoatlashish bilan boshlandi. Ayni chaqda insonlar qumushdan kayf yasab o'ltiradi. Toshlarni o'yib, uy bino qiladi. Insonlar bu ishlarni tabiatning qiyinchiliklaridan qo'g'dinish, yolg'izlikning insonga keltiradigan xatarlarini yo'qotish uchun qilgan edi. Keyincha insoniyatning fikr tafakkur maydoni bag'on sir kengayishga boshladi. Yashash va tirikchilik qilish yo'llarining echilishiga ergishib, maqsad muddao yo'llarimo ayrilishga boshladi. Shundaqla ijod quvvati, hiris va tama istikimo tug'ilishga boshladi. Bu sababdan insonning engida o'zi mansub bo'lgan jamiyat ichida o'z jamoati orasida yuksak martabalik bo'lishni, mol davlatlik bo'lishni, hayot maydonlarida g'olib bo'lishga intilishni o'ylaydigan qizg'inlik paydo bo'ldi. Rohat farog'at qo'g'lishish, jafo mushaqqatdan qachish, jamoatlashish quvvatining afzalligidan foydalanib, shaharlarda o'ltiraqlashib turmush kechirish ehtiyoji tug'ildi. Shaharlar bino qilinadigan yerlarning atrofini cho'rdab fasil turg'izdi. Qo'rg'on qal'alarni bino qildi. Cho'ng shaharlarda bo'lsa, egiz imoratlik oliy qasr saroylarni, turlik aslahalar bo'lgan xos makonlarni yasadi. Mana shundaq madaniylashish va shaharlashish asnosida insonlar tafakkurini tabiatning qo'yniga qo'yib berish orqali turlik tuman manfaatlar ustida izlanadigan va tadqiqot yurgizadigan bo'ldi. Shuning bilan birga tabiat qo'yniga o'rnashtirilgan ne'matlardan o'z manfaati va xohishiga uyg'un bo'lganlarni tanlab ishlata oladigan iqtidor paydo bo'lishga boshladi. Demak, Alloh taolaning insonlarga inom qilgan ne'matlari va mehribonliklari ichida aql farosat insonni haqiqiy sulton va hukmron qiladigan eng buyuk ne'matdir. İnsan mazkur aql farosat sultonini qafasdan chiqarib javlon qildirsa, tabiatning sir asrorlarini ochib, o'zining dunyo hayoti uchun xizmat qildira oladi. Ulug' Allohning buyukligini, ulug'ligini teg'imi tunib, dunyoda uchirgan har qanday qiyinchilikqa tadbir topa oladi. Aql farosat sultonining vositasi bilan osmonning asrorlarini yeshib chiqa olgan bo'lsa, yerning ostidan Allohning qudrati bilan o'rlashtirib qo'yilgan turli xazinalarni bayqay oladi va bular orqali dünya ve ahiretning saadetiga erisha oladi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Ey insonlar, sizlarni va sizlardan burun yashab o'tganlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Chunki ibodat sizlarning Allohdan qo'rqqanliginglarning ifodasidir. Alloh taolo shundoq bir zotki, u sizlar uchun zaminni silinja, osmonni yepinchi qilib bino qildi. Osmondan suv tushirib, mazkur suv bilan sizlarni rizqlantirish uchun turli mevalarni borliqqa keltirdi. Alloh taologa shirk keltirmanglar. Halbuki sizlar Alloh taolaning hech bir shirki yo'qligini bilasizlar." deyish orqali mana shu ma'noga ishorat qilgan. Demak, inson aql farosati bilan ilm fan darajasiga taraqqiy qilgandan keyin Allohni bildiradigan, shundaqla koinotning sirlarini tunishtiradigan tushunchaga chaqiradigan ilm fan orqali butun ojizliklardan xalos topadi-da, g'oyat zo'r kuch-quvvatga ega bo'lgan bo'ladi. Insonga cheksiz ne'matlarni ato qilgan, shundaqla ilm fan ne'matini inom qilgan zot ulug' Alloh taolodir. Buningga Qur'on Karimdagi "Allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam." Alloh taolo insonga qalam bilan xat yozishni o'rgatdi, bilmagan narsalarni bildirdi degan bu oyat ochiq pokit bo'la oladi.